Hamd sana alemlerning parvardigoriga xosdir. Alloh taoloni jimi nuqsonlardan pok deb e'tiqod qilaman. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamga, uning oil tavobatlariga, jumladan ta qiyomatgacha uning yo'lida mangdigan mu'min ayollarga Alloh taolaning cheksiz rahmatlarining bo'lishini umid qilaman. Hurmatli o'qirmanlarimiz, hamda huzuringizga baxt saodatning 40 retsepti nomli kitobimizni o'qishni davomlashtiramiz. 11 retsept Alloh taolaga to'g'ri ko'z qarashda bo'ling. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning hadis qudusida mundaq deganligini bayon qilgan. Bandam menga qanday qarashda bo'lsa, men uningga shunday muomala qilaman. U menga duo qilgan chaqda men uning yenidiman, ya'ni duosini ijobat qilaman. Chunki Alloh taolaga qarata to'g'ri qarashda va to'g'ri tushunchada bo'lish intayin muhimdir. Alloh taolaga ijobiy qarashda bo'lgan kishiga Alloh taolami uning o'ylaganidek muomala qiladi. Aksicha Alloh taolaga qarata salbiy qarashda bo'lganlar albatta Alloh taoladan o'zi o'ylagan muomalani ko'radi. Har qanday kishi Alloh taolaga umid bog'lab yetarli sabablarni o'rindasa, Alloh taolo uning umidini hargiz yerda qo'ymaydi. Banda Alloh taoladan yaxshilik, mag'firat va marhamat talab qilsa, Alloh taolo uningga cho'qim beradi. Aksicha Alloh taolaning rahmatidan, mag'firatidan va marhamatidan umidini uzsa, Alloh taolami uni buningdan mahrum qiladi. Psixologiya olimlari ko'z qarash taqdirni o'zgartirib yetadi deydi. Bu so'zning ma'nosi shuki, bizning har qanday bir ishqa, har qanday bir narsaga bo'lgan ko'z qarashimiz nihoyatda muhimdir. Chunki u ishlarning natijasini belgilaydi. Masalan, birov dunyoni razil, dunyodagi odamlarning hammasi razil degan ko'z qarashda bo'lsa, u odam dunyoda razillikni ko'radi va razil odamlarni uchratadi. Dunyoning go'zalligini va dunyoda yaxshi odamlarning borligini ko'rmaydi. U har qadamida o'zining shu e'tiqodini isbotlashga tirishadi. Shunga u go'zallikni ko'rmaydi, razillikni ko'radi. Agar u odam dunyo go'zal, dunyodagi odamlar yaxshi degan ko'z qarashda bo'lsa, u dunyoning go'zalligini ko'radi va yaxshi odamlarni uchratadi. Chunki har bir odam bilib bilmay o'zining ko'z qarashini isbotlash uchun tirishadi va shu yo'lda harakat qiladi. Oxirida o'zi dastlab o'ylaganini topadi. Shunga deymizki, Alloh taolaga bo'lgan ko'z qarashi to'g'ri va ijobiy bo'lgan odam Alloh taoladan cho'qim o'zining kutganlariga erishadi. İmam Buxoriyning Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadisida kelishicha, Payg'ambar alayhisalom bir kuni bir sahrolik arabning kesilini yo'qlab berib, uningga hech vaqasi yo'q, Alloh xolisi saqib qolasiz deydi. Buni anglagan hiliqi sahrolik arab, sen meni saqiysan deb atamsan. Yo'q, bu chekkiga yetgan qizitma. Mendek qiyri odamni qabriga ilib boradigan kasaldir deydi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga shundoq bo'lg'ay amsa deydi. Shuning bilan hiliqi odam o'ladi. Demak, Alloh taolo bu odamga o'zining qanday qarashda bo'lganligiga qarab muomala qilgan. Agar bu odam Alloh taolaning shifotlik berishini umid qilib, ijobiy bo'lgan bo'lsa, balki Payg'ambar alayhisalom uning shifo tepishiga duo qilgan bo'lar edi. Shuning bilan uningga Alloh taolo shifotlik berishi mumkin edi. Bir yozuvchi mundaq deydi: Umid degan sabrining xuruji va uning yordamchisidir. Shuningdek, umidning sababi va uning amali Alloh taolaga qarata to'g'ri qarashda bo'lishdir. Biz hamon esil kishilarni surishtiramizki, ular o'zlariga qarata to'g'ri qarashda bo'lgan kishilarni ko'taradi va o'zlaridan umidsizlangan kishilarni tashlab etadi. Odamlar orasidagi ishlar shundoq bo'lgan yerda biz nimishqa orzu qilguvchilarga hassilab beradigan ve ularning orzularidan oshirib beradigan Allohni izlamaymiz. Ba'zi kishilar Alloh taolaga qarata to'g'ri qarashda bo'lish deganni xato tushunib qilib, sabab qilmayla Alloh taolaning yordamiga esilib oladi. Gunoh maisatdan qo'l uzmay turib, uning mag'firatini umid qiladi. Bu xuddi o'ylanmay, ayol jinsiga yaqinlashmay turib, farzand ko'rishni talab qilganga o'xshash bema'nilikdir. Allama İbn Qayyum Javziya Şifatlik so'rag'anlarga yetarlik javob nomli asrida Alloh taolaga to'g'ri ko'z qarashda bo'lish bilan mag'rurlikning farqini bayon qilib mundaq degan: Allohga qarata to'g'ri qarashda bo'lish bilan mag'rurlik o'rtasidagi farq nihoyatda ochiqdir. Sizning Allohga qarata ko'z qarashingiz va tushanchingiz sizni toat ibodatga, yomon ishlardan yiroq turishga elib borsa, bu Allohga qarata to'g'ri qarash bo'ladi.
Agar sizning Allohga qarata ko'z qarashingiz sizni gunoh maisatga, Allohning mag'firatiga isilib olib yomon ish qilishga ilib borsa, bu mag'rurlikdir. Allohga bo'lgan umidingiz sizni to'g'ri yo'lda izchil davom qilishga undisa, bu to'g'ri umiddir. Agar sizning Allohga bo'lgan umidingiz sizni toat ibodatlarni oz qilishga, gunoh maisat sodir qilishga undisa, bu mag'rurlik va o'zini o'zi oldiganlikdir. Masalan, birovning ijaraga bersa foydasi keladigan terilg'u yeri bo'lib, uni ijaraga bermay tashlab qo'ysa va Allohga qarata to'g'ri qarashdiman, Alloh beradi deb kutib yotsa, uningga hech narsa kelmaydi. Uning terim yerini bekor qo'yib, ziyon tortqini tatgandir. Mundaq odamni kishilar ahmoq deydi. Shuningdek, birov Allohdan umid kutaman deb ayol jinsiga yaqinlashmay turib farzand ko'raman desa, yoki o'qimay turib olim bo'laman desa, mundaq odamni kishilar aqlsiz deydi. Yana birov Alloh taologa to'g'ri qarashda bo'lib, uning rahmatini, jannatini umid qilib turib, hech qanday amal qilmasa, Alloh taoloning amr farmonlarini o'rindamasa, uning to'sqan ishlaridan yiroq turmasa, mundaq odam Alloh taoloning na rahmatiga, na jannatiga erisholmaydi. Gapning xulosi Allohga qarata to'g'ri qarashda bo'lishning va Allohdan umid kutishning natijasi sabablar bilan amalga oshadi. Xayr, hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi anglitishimizni meshagicha davomlashtirdik. Alloh taolaning kelar qitim salomat ko'rishimizga nasib qilishini umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.